Assalomu alaykum. Bugun yosh iqtidor egalari birinchi qism kitobining 17-mavzusi ko'paytma va bo'linmaga doir masalalar haqida gaplashamiz. Demak, ko'paytma degani nima degani? Ko'paytma degani birinchi ko'paytuvchi ko'paytiramiz. Ikkinchi ko'paytuvchi ko'paytiramiz. Uchinchi ko'paytiramiz va hokazo ko'paytuvchilarni hammasini ko'paytirsak, natija ko'paytma bo'ladi. Natija ko'paytmaga teng bo'ladi. Xo'p, birinchi masala. Birinchi ko'paytuvchi 12 ga teng. Ikkinchi ko'paytuvchi eng kichik bir xil raqamli ikki xonali son. Bir xil raqamli degani 11, 22, 33 va hokazo 99 gacha bo'ladi. Shulardan eng kichkinasi deyapti, bu 11. Demak, birinchi ko'paytuvchi 12, ikkinchi ko'paytuvchi 11. Shu ikkalasini ko'paytirib qo'ysak, ko'paytma chiqadi. 132 ga teng. Ikkinchi savol. Birinchi ko'paytuvchi 15 ga teng. Ko'paytma 180 ga teng. Ikkinchi ko'paytuvchini toping. Demak, 15 ni nechiga ko'paytirsak 180 bo'ladi. Demak, uni topishimiz uchun 180 ni bo'lishimiz kerak 15 ga. 18 ichiga 15 bitta bor, 3 qoldi, 30 ichiga 2 ta bor. Demak, ikkinchi ko'paytuvchi 12 ga teng bo'lishi kerak ekan. Endi qaranglar. Ko'paytmadagi har bir ko'paytuvchi necha marta ortsa, ko'paytma ham xuddi shuncha marta ortadi. Har bir ko'paytuvchi necha marta kamaysa, ko'paytma ham xuddi shuncha marta kamayadi. Demak, quyidagi misol bilan tanishamiz. Birinchi ko'paytuvchi 16 marta, ikkinchi ko'paytuvchi 25 marta ortdi. Ko'paytma qanday o'zgardi deb savol beryapti. Mana qaranglar, birinchi ko'paytuvchi ortgani bu ko'paytma uchun foyda. Ikkinchi ko'paytuvchini ham ortgani ko'paytuvchi uchun foyda. Faqat foydalar qo'shilmaydi bu yerda, chunki ko'paytma deyilyapti. Birinchisi 16 marta, ikkinchisi 25 marta ortdi. Shu ikkalasini ko'paytirsak, ko'paytmani necha marta ortgani kelib chiqadi. 16 ni 23 ko'paytirishimiz uchun 16 ni 100 ga ko'paytiramiz. 1600, 4 ga bo'lamiz, 400 degan javob kelib chiqadi. Keyingi masala. Birinchi ko'paytuvchi 24 marta ortdi. Ikkinchi ko'paytuvchi esa 6 marta kamaydi. Mana bu ortgani foyda, kamaygani zarar. Demak, 24 marta ortdi, 6 marta kamaydi. Kamaysa endi ko'paytirmaymiz, bo'lamiz. 24 ni 6 ga bo'lsak 4. Demak, bu yerda ortgani ko'p bo'lgani uchun, demak, ko'paytma ham 4 marta ortadi degan javob kelib chiqadi. Keyingisi, quyidagi tenglamani aytishimiz kerak. Qaysi sonni 8 ga ko'paytirsak 72 bo'ladi? Uni topishimiz uchun 72 ni 8 ga bo'lamiz. X teng 9 chiqadi. Endi keyingi misol. Qaysi sonni 3 ga ko'paytirsak 15 chiqadi? Uni topishimiz uchun 15 ni birinchi bo'lib olamiz 3 ga. Bu 5 chiqadi. Endi qaysi songa 2 ni qo'shsak 5 chiqadi? Uni topishimiz uchun 5 ni 2 ga ayiramiz. Shunda javob 3 chiqadi. Shu masaladan keyin sinf ishini 1 dan boshlab toki 15 gacha ishlash mumkin bo'ladi. Endi bo'linma haqida gaplashamiz. Demak, bo'linmada birinchi bo'lib bo'linuvchi, keyin bo'luvchi teng shu bo'linmaga. Masalan 8 ni 4 ga bo'lsak 2 chiqadi. Bu birinchisi deylik. 8 bo'linuvchi, 4 bo'luvchi, 2 bo'linma. Endi qaranglar. Mana bu yerdan 8 ni topishni nima qilamiz? 8 topishni 2 ni 4 ga ko'paytiramiz. Demak, bu yerdan ham xuddi shunaqa. Bo'linuvchini topish uchun bo'linma bilan bo'luvchini ko'paytiramiz.
Bo'luvchini ko'paytiramiz. Bu yerdan 4 ni topishni nima qilamiz? 4 ni topishimiz uchun 8 ni 2 ga bo'lamiz. Ya'ni bo'luvchini topish uchun bo'linuvchini bo'linmaga bo'lamiz. Tamam. Demak, keyingi masalamiz bo'luvchi 30 ga teng, bo'linma esa 5 ga teng. Bo'linuvchini toping deyapti. Bo'linuvchi birinchi keladi. Demak, bo'linuvchini bo'luvchiga bo'lsak, ya'ni 30 ga bo'lsak, bu 5 chiqish kerak. Demak, bundan bo'linuvchini topish uchun 5 bilan 30 ni ko'paytirib olamiz. Qo'yaylik. Bo'lsanglar ham bo'linadi. Ko'paytirsak bo'ladi demak. Bo'linuvchini topishimiz uchun biz ko'paytirishimiz kerak, bo'lmasligimiz kerak. 5 ni 30 ga ko'paytirsak javob 150 chiqadi. Keyingi masala bo'linuvchi eng katta ikki xonali son. Bu 99. Bo'linma esa eng katta toq raqam. Raqamlar 0 dan 9 gacha bo'lgani uchun, toq raqamlar 1, 3, 5, 7, 9 bo'lgani uchun eng kattasi 9. Bo'luvchini toping deyapti. Demak, qaranglar. Bo'linuvchini bo'luvchiga bo'lsak, bo'linma chiqadi. Demak, bu yerdan so'roq nechaga teng? 99 ni bo'lamiz 9 ga. Natija 11 ga teng. Endi bo'linuvchi va bo'luvchini nechidir martadir ortgani yoki kamaygani bo'linmaga qanday ta'sir qiladi? Shuni o'rganamiz. Birinchi, bo'linuvchi ikki xil holatda kelishi mumkin. Yo marta ortadi. Shunchaki ortsa topilmaydi. Yoki marta kamayadi. Mana buni qancha orttirganimiz bo'linma uchun foyda. Bu ham foyda deb yozib qo'yilganmi? Foyda. Bu ham marta ortadi. Buni qancha kamaytirsak, kichkinaroq sonni o'sha songa bo'lsak, natija oldinga nisbatan yana kichkinalashadi. Demak, bo'linuvchini kamaygani zarar. Demak, u ham xuddi shuncha marta kamayadi. Ikkinchisi. Endi bo'luvchi haqida gaplashamiz. Bo'luvchi. Bu ham ikki xil bo'lishi mumkin. Yoki nechidir marta ortadi yoki nechidir marta kamayadi. Mana buni qancha orttirsak, berilgan sonni kattaroq songa bo'lsak, natija kichkinaroq bo'ladi. Demak, bo'luvchini orttirganimiz zarar. Demak, bu marta ortsa, bo'linma xuddi shuncha marta kamayadi. Endi mana bu bo'luvchini qancha kamaytirsak, o'sha sonni kichkinaroq songa bo'lsak, natija kattaroq chiqadi. Demak, biz bo'luvchini marta kamaytirganimiz foyda. Kimga? Mana bu bo'linmaga foyda. Bu marta kamaysa, bu marta ortadi. Misollar orqali bu tushunchani mustahkamlaymiz. Xo'p, keyingisi mana. Bo'linma 15 ga teng edi, bo'luvchi 3 marta kamaydi, bo'linuvchi 5 marta ortdi. Yangi bo'linma necha bo'ldi deb aytayapti bizga. Qaranglar mana. Mana bu bo'luvchi teng bo'linma bo'lsa, mana bu bo'luvchini kamaytirganimiz, mana buni kamaytirganimiz, kichkinaroq qilganimiz bo'linma uchun foyda. Foydaga ishlaydi. Bo'linuvchini mana buni orttirganimiz bo'linmaga bu ham foyda. Ikkalasi ham foydaga ishlaydi. Demak, bo'luvchi 3 marta kamaydi. Bu foyda. Bo'linuvchi 5 marta ortdi. Bu ham foyda. Faqat bo'linma va ko'paytmada
har doim ko'paytirishimiz yoki bo'lishimiz kerak, qo'shib berib bo'lmaydi. Demak 3 karra 5 15 marta ortadi. Qachon? Bo'luvchi 3 marta kamaysa, bo'linuvchi 5 marta ortsa, bo'linma 15 marta ortadi. Bizga yangi bo'linma necha bo'ldi deyapti. Avval 15 edi. Bu 15 ni 15 marta orttirsak 225 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingi masalamiz bo'linuvchi 18 marta kamaydi. Bo'luvchi esa 6 marta ortdi. Yozamiz. A bo'luv B teng C. Mana buni kamaytirganimiz zararga ishlaydi. Mana bu bo'luvchini orttirganimiz bu ham zararga ishlaydi. Endi 18 marta kamaydi. Bu 6 marta ortdi. Bu degani 18 ko'paytirib bu ham zarar, bu ham zarar. Demak 18 ni 6 ga ko'paytiramiz. 48. 108 marta kamayadi degan javob kelib chiqadi. Demak, ortsa ham, ikkalasi ortsa ham ko'paytiramiz, ikkalasi kamaysa ham ko'paytiramiz. Ortsa ortadi deymiz, kamaysa kamayadi deymiz. Agar bittasi ortib, ikkinchisi kamaysa, uni kattasini kichigiga bo'lishimiz kerak. Agar ortgani ko'p bo'lsa ortadi deymiz. Agar kamaygani ko'p bo'lsa kamayadi deymiz. Tamam. Hop, bir nechta tenglamalar ko'rib o'tamiz. Demak, tenglamani o'rgatguncha qaranglar mana. 16 ni nechiga bo'lsak 2 bo'ladi desa, uni topishimiz uchun nima qilamiz? 16 ni 2 ga bo'lamiz. X teng 8 bo'ladi. Keyingi misol mana 15 ni nechiga bo'lsak 3 bo'ladi. 5 ga. Uni qayerdan topding desa, 15 ni 3 ga bo'ldim deb aytadi. X minus 4 teng 15 ni 3 ga bo'lsak 5 bo'ladi. Endi nechidan 4 ayirsak 5 chiqadi deb so'rasanglar, 9 dan deydi. Qayerdan topding desanglar, 4 ga 5 ni qo'shdim deydi bolalar. X teng 9 bo'ladi shunda. Hop, keyingi masala 833 ni bo'lishimiz kerak 4x plus 1 ga teng 49. Endi qaranglar. Mana bu 4x degani bu 4 ko'paytiruv x degani. Matematikada shunaqa yoziladi. 4x 4 ko'paytiruv x yozilmaydi. 4x degani shu 4 ko'paytiruv x deb tushunishlaring kerak. A b deganini a ko'paytiruv b deb tushunishlaring kerak. Endi qaranglar. 833 ni nechiga bo'lsak 49 chiqadi. Uni topishimiz uchun 833 ni 49 ga bo'lamiz. 83 uchiga bitta bor, 49. Ayiramiz. 13 dan 9 ayirsak 4, 7 dan 4 ayirsak 3, 343. 343 uchiga 7 ta bor. 7 kere 9 63 6 tilda 28, 6 ni qo'shsak 34. Ayirsak 0 bo'ladi. Demak, mana bu 4x plus 1 sonimiz 17 ga teng bo'lishi kerak ekan. Endi nechiga 1 ni qo'shsak 17 bo'ladi. Uni topishimiz uchun 17 dan 1 ni ayiramiz. 17 dan 1 ayirsak 16. Endi 4 ni nechiga ko'paytirsak 16 bo'ladi. Uni topishimiz uchun 16 ni 4 ga bo'lamiz. Natija esa 4 ga teng bo'ladi. Shundan keyin sinf ishini boya 15 gacha ishlagandik. 16 dan boshlab oxiri 36 gacha ishlab tugatish mumkin bo'ladi. 16 dan boshlab 36 gacha. Mavzuni o'rgatguncha iloji boricha mana bu misollarni o'quvchilar bilan og'zaki tartibda shug'ullangan yaxshi. Xo'p. Bu mavzuni bemalol bitta darsda tugatsa bo'ladi. Faqat mana shu joylari salgina qiyinlik qilishi mumkin, lekin bo'yanki foyda zarar qilib o'rgatish kerak. A B C qilib, harflik qilib ishlab bersanglar, baribir tushunmaydi. Demak, mavzuga doir tushuntirishlarimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.